Xo'p, qaranglar, keyingi misolga o'tadigan bo'lsak, 56-misol. X2 O5 tarkibidagi noma'lum elementning massasi ulushi 2 taqsim 3 ga teng bo'lsa, birikmaning mollar massasini toping. Hop, X2 O5 ni tarkibida noma'lum elementning massasi ulushi degani uchun qaranglar. Massa ulushi 2 taqsim 3. Xo'p. Noma'lum element mollar massasi 2x plus 2x plus 16 ko'paytirilgan 5. Xo'p. Shu yerdan x ni topamiz. 3 ni 2 ga ko'paytiramiz 6x barobar 2 ni 2 ga ko'paytiramiz 4x plus 16 ni 5 ga ko'paytiradigan bo'lsam 80, 80 ni 2 ga ko'paytiradigan bo'lsam 160. 4x bu yoqqa minus o'tgani uchun 2x barobar 160. 162 ga bo'ladigan bo'lsak 80. Xo'p, bizdan so'ragan narsa birikmaning mollar massasi. X ni mollar massasi 80 ekan. 80 ko'paytirilgan 2 plus 16 ko'paytirilgan 5. 82 ko'paytirib 160, 16 ni 5 ga ko'paytirib 80. 160 ga 80 ni qo'shadigan bo'lsam 240. Demak, birikmaning mollar massasi 240. To'g'ri javob A ekan.